sizga primoy tushuntirilishi bepul bo'lishi mumkin. Qolgan barcha xizmatlarimiz pulli. Mana shu. Assalomu alaykum barchaga. Yuridik butik kompaniyasi bilan hozirgi kunda fuqarolik huquqiy shartnomasi asosida faoliyat ko'rsatyapman. Albatta. Maslahatlar, yuridik yordam, ya'ni yuridik xizmatga kiradi va ushbu yuridik xizmatlar, ya'ni maslahat tarzidagi xizmatlar og'zaki o'sha paytni o'zida javob berilishi kerak bo'lsa, bu javoblar primoy o'sha paytni o'zida javob berilishi kerak deb hisobladik va bepul qilib qo'ydik. Lekin qo'shimcha o'rganish, hujjatlarni o'rganishni talab qiladigan, xulosalar talab qiladigan maslahat turlariga pullik xizmatlar joriy qilindi va bu menimcha sizlarga ham foyda deb hisoblayman. Albatta, maslahat xizmatini ko'rsatganimizdan keyin biz mana shu ishingizni qanday hal qilinish doirasini, qanday hal qilinish harakatlarini ham tushuntirib beramiz albatta. Bunday tushuntirishdan keyin sizda oldingizda imkoniyat paydo bo'ladi, ishingizni, nizoingizni hal qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana shu bizni taklifimizdan kelib chiqib, bizni xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin albatta. Pulli xizmatlarimiz bo'yicha men o'zim maslahat bermayman. O'zi hech qaysi ishlar bo'yicha men o'zim maslahat bermayman. Shundan kelib chiqib murojaat qilishingiz mumkin deb hisoblayman. Endi boshqa xizmatlarga keladigan bo'lsak, suddagi vakillik, davlat organlaridagi vakillik, sizni huquqlaringizning himoyasi yoki manfaatlaringizni ifodalash masalalari, hujjatlarni tayyorlash, masalan, oddiy hadovoy narsalar, da'vo arizalari, shikoyatlar, sudlarga tayyorlash, undan tashqari davlat organlariga, tashkilotlariga ariza, shikoyat takliflarini tayyorlash, ular bilan nizolashish, ularning javob xatlariga asosan qanday mazmunda munosabat bildirish kerakligi to'g'risidagi ishlar bo'yicha albatta biz xizmat ko'rsatamiz va bularning barchasi pullik. Faqatgina ko'rsatiladigan xizmatlarimizda telefon qilasiz, telefonda yoki ofisimizga tashrif buyurganda sizga primoy tushuntirilishi bepul bo'lishi mumkin. Qolgan barcha xizmatlarimiz pullik. Mana shu videoni to'liq eshitib, keyin murojaat qilishingizni bildiraman.